bilan Choriyev Junior. Bugun akkauntimda katta o'zgarish. Akkauntimni azbor qilaman. Hozir YouTube kanalni ochgandan beri faqat fitness ko'ryapman. Ancha o'zgarish katta. O'yinchilarni ham yerdan birikta o'yinchilarni ham olib tashladim. Birinchi asosiy 11 bilan ko'rsatganman. Mana hozir ko'rsatib qo'yaman. 90 ga 96 bu hech qanday streamerlarda yo'q. Robertson yaxshi ketyapti. Van Dijkni sotib olib yana qaytadan sotib olishim kerak. Bu 84ligidan yoki 83da olingan. Buni akkaunt sotib olganman. Kim yaxshi, chunki hozir ko'kka tushib ketgan. Arnold bilan jonni almashtirib qo'ying. Arnold ham juda ham yaxshi, ayniqsa paslari. Muhammad Salah kuchaytirilmagan. De Bruyne paslari bilan kontrol juda ham ajoyib. Yugurish va tezligini zo'r qilsam bo'ldi. Valverde tezligi yaxshi, paslari ham yaxshi. Viniga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir juda ham zo'r ketyapti. Holland yugurishi, udari, kontroli, yelkasi juda ajoyib. To'pni olib qo'yishi ham 51. Ronaldo yugurishlari yaxshi, yelkasi yaxshi, udari ajoyib. Endi 8talik Nkunku yaxshi. Gabriel kuchaytirilmagan. Beckham yaxshi. Juda ham a'lo darajada. James ham bo'ladi. Toni Kroos yaxshi, kontrol bilan paslari zo'r ketyapti. Modric kontrol bilan pas zo'r ketyapti. Mbappeni bitta kuchaytirganman. Yaxshi. Bu ham yaxshi. 94 yuguradi. Bu yerda kuchaytirilmaganlarim Modric zo'r kuchayapti. 95 yuguradi. Kuchaytirilmaganman. Lukaku, mana Neves juda ham zo'r. 86-81 va Courtois 95-88. Courtoisni ham sotib olib qaytadan sotib olishim kerak. Hop, bu yerda qizil o'yinchilardan ko'p olishim mumkin edi. Deyarli 10 ta qizil o'yinchi olishim kerak edi. Instagram, YouTube'ga video qo'yib, adresiga ko'p kirmadim. Shunga ozroq shunday bo'lib qoldi. Keyingi videolarimda birorta bir streamer bilan o'ynashga harakat qilib ko'raman. Dilasa Choriyevga obuna bo'lib qo'yinglar. Choriyev Juniorga